Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz foizlar mavzusi bo'ladi. Demak, yaqin daqiqalar ichida shu mavzuni ko'rib o'rganib chiqamiz. Demak, foizlar. Bu o'zi A sonining foizi nima? A sonining foizi bu o'sha sonning 100dan 1 qismiga teng bo'lgan qismiga aytiladi, 100dan 1iga aytiladi. Ya'ni misol uchun aytaylik, biz oddiy proporsiyadan foydalanamiz, oddiy foizlarda. Uni qanaqadir formulalarga solish shart emas. Biz uni tushunib olsak, shu tomonni o'zi bizni katta yutug'imiz bo'ladi deb o'ylayman. O'sha proporsiyadan foydalanib ishlaymiz. Aytaylik, A sonini 100% deb olamiz doim. A sonini 25% ni topish kerak bo'lsin. Mana shunaqa shart qo'yilsin. Biz uni x deb belgilaymiz. Bunda biz x sonini qanday topamiz? X barobar 25 ko'paytirilgan a taqsim 100 barobar 1 taqsim 4 a. Mana a sonining 25%, ya'ni o'zining 4dan 1 qismiga teng ekan. Mana shunday tarzda topiladi. Endi murakkabroq foizlar bor. Misol uchun a soni ketma-ket 2 marta ortgan bo'lsin. A soni ketma-ket 2 marta ortsin. Bir xil foizga ketma-ket 2 marta ortsa, bir xil foizga qanday topiladi? Unda biz x sonini mana bu formula orqali topamiz. A ko'paytirilgan 1 plus, ya'ni o'sha foiz, o'sha ortgan p foizi taqsim 100. Va bu yerda 2 yoziladi va shu yerda mana bu n ga teng bo'lsa, ya'ni ketma-ket bir xil foizga p foizdan n marta ortsa, mana bu n ko'rinishda bo'ladi. Agar a soni ketma-ket n marta kamaysa-chi? N marta kamaysa, bir xil foizga p foizga ketma-ket kamaysa, x barobar bu yerda a ko'paytirilgan 1 minus p taqsim 100 va darajasida n ko'rinishda bo'ladi. Endi biz buni faqatgina formulasini emas, keling bir nechta misollar ko'raylik. Xo'p, mana bu misolga e'tiborimizni qarataylik. Bir kishi uning oylik maoshi dastlab 25% ga va yana ketma-ket ravishda yana 25% ga ortdi. Bunda ishchining oldingi oyligiga nisbatan qancha ko'p olyapti endi hozir. Shuni topamiz. X barobar bu yerda bizda dastlabki A so'm olgan va undan keyin ketma-ket 25% ga 2 marta ortibdi. 25% yoziladi va darajasi bu yerda kvadrat barobar. Nima qilamiz? Mana bu qisqarib ketsa 1 taqsim 4 qoladi. Qavsning ichi demak 1 plus 1 taqsim 4 bo'lib qoldi. Qavsning ichi bizda 5 taqsim 4 ga teng bo'ldi va bu kvadratning hisobiga kvadratga oshirib qo'yamiz. Demak, qanaqa bo'lar ekan? Yozamiz. A ko'paytirilgan, qavsning ichini hisobladik mana. 5 taqsim 4 ning kvadrati. 5 taqsim 4 kvadrati barobar yana A ko'paytirilgan 25 taqsim 16. 25 taqsim 16 barobar qisqarmas ekan. Bu 1,16 dan 9 bo'ladi. Ha. Mana shuncha bo'lgan oyligi, bu hozirgi oyligi. Endi buni biz topishimiz kerak qancha foizga ortganini. Qancha foizga ortganini topish uchun A ni ayrimiz shundan. Pastdan ayirib qo'ya qolaylik, keling. Pastdan ayrimiz. 1 taqsim 16 dan 9 A ayrilgan A. 1 da chiqarib tashlasak, demak 9 taqsim 16% ga ortgan. Bu qism holatda foizga o'tkazib qo'yishimiz uchun buni 100 ga ko'paytiramiz. 100% ga ko'paytirsak, shunda 900 taqsim 16. Mana shuncha foizga ortgan deb olsak bo'ladi. Mana shuncha foizga ortgan deya olamiz. Endi bu yerda butun son chiqmadi. Endi boshqalarda yana savol tug'ilib qolishi mumkin. Birinchi holatda misol uchun ishchi bor, A ishchi bor. Uning oyligi aytaylik 30% ga ortdi. Keyin yana 20% ga ortdi. Bunaqa misollarda qanday qilamiz? Xo'p, bunday misollarda biz dastlabki A ni biz 100% deb olamiz.
Keyingi a ni x deb olib 130% ni topamiz. 130% ni topamiz. Bu yerda x barobar bo'ladi 130 ko'paytirilgan a taqsim 100. Bular qisqarib ketsa 1,3 a bo'ladi. Demak, 30% ga ortgan holati. Endi 1,3 ham yana 20% ga o'tyapti. Buni yana 100% deb olamiz. 100% ga tushiramizda 1,3 holatini. Yana x demaylikda y deb topamiz. Y ni 120% ni topamiz. Bunda y barobar 1,3 a ko'paytirilgan 120 taqsim 100. Ko'pchilik 150% ga ortdi deb qo'yadi. Aslida bu noto'g'ri. Mana bular qisqarib ketib 1,2 ni 1,3 ga ko'paytiramiz. Shunda bizda 1,56 hosil bo'lar ekan. 1,56 a bo'lar ekan. Bu 56% ga ortgan bo'ladi, 50% ga emas. Bizga 30%, 50% ga orttirgandan ko'ra birinchi 30%, keyin 20% orttirgan yaxshiroq bo'lar ekan. Boshqacha holatlarda ham shunaqa kamaydi desa, buni misol uchun 20% ga kamaydi desa, biz buni 80% ni topamiz. Shu tarzda ishlab ketaveramiz. Shu foizlar misollarini formulaga qo'ysak ham bo'ladi. Bu ketma-ket n marta desa shunday bo'ladi. Bunday holatda ikki xil bo'lsa, alohida qilib toparkanmiz proporsiya usuli bilan. Xulosa qiladigan bo'lsak, buni istasak formula usulida, istasak proporsiya usulida ishlashimiz mumkin ekan. Yana savollar va takliflar bo'lsa, albatta eshitaman. Bu mavzu bo'yicha umuman faoliyat bu. Lekin biz agar n lik bo'lsa bu, ya'ni misol uchun 4-5 marta ortib ketsa, ketma-ket biz formuladan foydalanganimiz ma'qul. Agar bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, biz proporsiyalar usulidan foydalanganimiz ma'qul. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Albatta kelgusi darslarda ko'rishguncha deb qolaman.